Umrimda hech qachon qilmagan hijob obrazini qilib ko'raman. Qani meni ustimda qanaqa turar ekan ko'ramiz. Hijobga kirdingizmi? Tabriklayman deb ko'pchiligini yozyapsizlar. Qizlar, men hijobga kirmadim, shunchaki hijob obrazini qilib ko'ryapman. Ro'mol bilan yarashadigan noodatiy chiroyli meykap qilmoqchiman. Qishda ham, yozda ham, bahorda ham 4 ta faslda mana shu CC kremda ishlataman. Вообще zo'r tonalniy krem qizlarjonlar, yuzingizda yig'ilib qolmaydi. Yog'dek silliq yotib beradi. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi farqini? Asalligini. Makiyajimda ko'proq jigarrangga urg'u berdim. Ko'zlarimga ham shunaqa jigarrang qilib bo'yab oldim. Unaqa rozevinki emas, jigarrangroq meykap bo'ladi. Bilaman, hozir negativchilar kelib, "Ha, hijobim endi o'yin bo'lib qoldi, nimadir deb yozishi mumkin. Men shunchaki hijob obrazini yaratdim. Bu gapinglarni necha yillab ro'mol o'rab, hijobda yurib, hijobini bir kunda yechib olgan qizlarga aytinglar. Hijobli opa-singillarimiz sizlarni juda ham yaxshi ko'raman va sizlarga haykal qo'yish kerak. Bu 50-60 gradus issiq kunda ro'mollarda, uzun ko'ylaklarda yurish hammaga emas. Mana makiyajim ham tayyor bo'ldi. Makiyajga kommentariyaga alohida izoh qoldirib ketinglar, qanaqa chiqqanligi haqida. To'g'risini aytsam, ro'mol bog'lashga ozginagina qiynaldim. Bir amallab oldim. Hijobimga o'zingizlar baho berib ketinglar.